Pigment dog'lari o'zi nima? Terimizda bizda melanin degan pigment bor, teriga rang beradigan pigment. Mana shu melanin pigmentini to'planib qolishi bir joyda terimizda o'sha pigment dog'ini hosil qiladi. Pigment dog'i sabablari nima? Eng katta sababi bu ultrabinafsha quyosh nurlari, A nurlaridan tushadi. Keyin gormonal disbalans bunga kiradi. Homiladorlik, menopauza davri, har xil qalqonsimon bezda buzilishlar, ichki organlarda, jigar va o't qopidagi buzilishlar orqali bizga terida pigmentatsiya hosil bo'ladi. Yana genetik moyillik ham bor. Ba'zi bir insonlarda dog' tushishiga moyillik bo'ladi. Noto'g'ri qilingan kosmetologik muolajalardan natijasida ham, noto'g'ri qilingan chistka, peeling muolajasidan keyin ham teriga dog' tushib qolishi xavfi katta. Pigment dog'larini butunlay ketkizib bo'lmaydi, ularni ochartirish mumkin har xil kosmetologik muolajalar orqali. Oziq-ovqat tavsiya qilamiz, sog'lom turmush tarzi va albatta o'sha ko'pchilik biladigan, hamma biladigan gazli ichimliklarni cheklashi, fast foodlarni, shirinliklarni cheklashi tavsiya qilamiz. Eng asosiy narsa birinchi o'rinda bu SPF kremlari hisoblanadi. Pigmentatsiyaga qarshi himoya vositasi hisoblanadi. Pigment tushib bo'ldi, nima muolajalar qilamiz? Mezoterapiyalar qilamiz. Pigmentga, pigmentatsiya joylariga o'sha pigmentni ochartiradigan mezoterapiya, biorevitalizatsiya muolajalarini qilamiz.